Ko'krak bezi saratoni ko'pchilik bilmaydigan muhim axborot. Saraton faqat o'simta emas, bu muhit. Ko'pchilik xato qiladi. Saraton faqat o'simtadan iborat deb o'ylaydi. Aslida esa saraton yallig'lanishni muhitini yaxshi ko'radi. Kislorod yetishmasligi, kislotali muhit, doimiy stress. Agar muhit o'zgarmasa, o'simta qaytishi mumkin. Ko'krak bezi saratoni ko'pincha immunitet bilan bog'liq. Ko'plab holatlarda immun tizimi saraton hujayrasini ko'rmay qoladi yoki uni xavfli emas deb qabul qiladi. Immunitet shakllanmaguncha to'liq nazorat bo'lmaydi. Saraton hujayralari aqlli, ular yashirini oladi. Bu ma'lumotni juda kam odam biladi. Saraton hujayralari immun tizimidan yashirinish mexanizmlariga ega, organizmni chalg'itadi. Immunoterapiyaning vazifasi saratonni fosh qilish, uni yo'qotishdir. Stress esa saraton uchun yo'qilg'i hisoblanadi. U psixologiya emas, bu biologiya. Doimiy qo'rquv va xavotir kortizolni oshiradi. Immunitet hujayralarini sekinlashtiradi, tiklanishni to'xtatadi. Shu sababli ba'zi bemorlar hamma davoni oldim, baribir og'irlashdim degan fikrga keladi. Eng xavfli holat alomat yo'qligi. Ko'pchilik o'ylaydi og'riq yo'q, demak xavf yo'q. Bu katta xato. Ko'krak bezi saratonida uzoq vaqt og'riqsiz kechishi mumkin. Ayniqsa in situ va erta bosqichlarda. Shu sababli tekshiruv va to'g'ri yondashuv hayotni saqlaydi. Eng muhim, hamma bilmaydigan xulosani aytamiz. Saraton tashqaridan kelgan dushman emas. Organizm ichidagi muvozanat buzilishining natijasi. O'simtani yengish uchun faqat hujayra bilan emas, butun tizim bilan ishlash kerak. Shu yerda ko'pchilik yutqazadi. Bu yerda eng muhim narsa to'g'ri tanlov. Sizda va sizning yaqinlaringizda shunga o'xshash savollar va shikoyatlar bezovta qilsa, yuqoridagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.